Yurtimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida jamiyatning har bir sohasida rivojlanish kuzatilib, bularning bari aholi turmush farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu borada mahallalarda amalga oshirilayotgan tashabbuslar alohida ahamiyatga ega. Bugun qay mahallaga bormang, ularning barchasida yangilanish, qulay sharoitlar vujudga kelayotganiga guvoh bo'lasiz. Farg'ona viloyatining Qo'shtepa tumanidagi Do'stlik mahallasi ham ana shunday maskanlardan biri. Bugun u yerda infratuzilma muammolari bartaraf etilib, tadbirkorlik rivojlanmoqda. Eng muhimi, o'zbek, qirg'iz va tojik millatlari bir oiladek totuv yashamoqda. Haydarali ota Rahmatullayev Qo'shtepa tumanidagi Do'stlik mahallasida istiqomat qiladi. Shu yerda tug'ilib o'sgan. Uzoq tarix emas, yaqingacha ham bu ko'chalarda xotirjam yurish mahalla ahlining orzusi edi. Ayniqsa elektr energiyasi bilan bog'liq muammolar qishloqliklarni keragicha og'rintirgan. O'sha paytda chiroq endi qanday desam, oddiy 40-fanor deyiladi. O'shandan ko'ra jich yorug'roq bo'lardi xolos. Qolgan bunaqa yo'llarga qo'yish unaqa bo'lmaydi. Do'stlik mahallasida yillarki o'zbek, qirg'iz, tojik qardosh xalqlar bir-biri bilan qo'ni-qo'shni, qavmi-qarindosh bo'lib yashab keladi. Muammolar yechimida birlashib, o'ta og'ir holatdagi masalalarni yechishga ham urinishgan. Ammo asfalt, toza ichimlik suvi, elektr energiyasi bilan bog'liq muammolarni mablag' bilan bog'liq tomonlari o'ylantirardi bu yerliklarni. Tabiatning kichik injiqligi qishloq ahlining halovatini olardi. Sal shabada kelsa ham bor. Keyin olib kel yoki o'zimiz borardik bolalarni olib, maktabdan olib kelgani. Chunki yo'llarda har xil bunaqa simlar osilib qo'lingiz yetadigan darajada ham bo'lib qolardi. Toza ichimlik suvini ham bir necha kilometrdan tashib kelib ichishga majbur edi aholi. Istagan bu yerliklar ham infratuzilmasida muammosi bo'lmagan mahallada yashashni imkonsizdek ko'ringan o'sha vaqtlarda bu kabi turmush sharoitlari. Suv arzonimiz bitta sentrda bo'lgan, 3 kilometrdan bor tosh ichilganmiz shu vaqtlarda. Har bitta xo'jalikda bor suvimiz. Asfaltlarni berdi, suv berdi. Hamma sharoit yaxshi. Sharoitdan xursandmizda. Bu kunlarda endi orzu qilardikda. Mahalla ahli dehqonchilikni hadisini olgan. Uzumchilikda haqiqiy mirishkorlar yashaydi bu yerda. Ilgari sug'orish suvi ham muammo edi qishloqda. Oxirgi yillarda esa mahallada barcha sug'orish suvi ariqlari betonlashdi. Oldingi holatida shu sug'orish tizimlari juda qiyin bo'lardi. Uzumchilik, dehqonchilikka ixtisoslashgan mahallamiz daromad ancha oshgan. Do'stlik mahallasi kambag'allik va jinoyatchilikdan xoli hudud, ajrim ham yo'q. Do'stlik mahallasi oxirgi 4-5 yilda katta qurilish, bunyodkorlik maydoniga aylandi. Jumladan mahalla ko'chalariga 11.8 kilometr asfalt yo'l yotqizildi. 300 ta beton tayanch o'rnatildi. Shuningdek, 9 kilometr zamonaviy elektr tarmog'i tortilib, 2 ta transformator punkti foydalanishga topshirildi. Yana 3 tasini o'rnatish ishlari davom etmoqda. Aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida 7 kilometr ichimlik suvi tarmog'i tortilib, bitta suv minorasi o'rnatildi. Amalga oshirilgan ushbu ishlar natijasida mahalladagi infratuzilma muammolari bosqichma-bosqich bartaraf etilib, bugungi kunda aholi uchun yanada qulay sharoitlar yaratilmoqda. Chiroyli tortilgan. Ana doimiy lampochka kechasi ham yonib turadi. Juda ham xursandmiz. Chunki hamma yo'q borda sharoit bor. Bunaqali qishloqdaman deb misol biz o'sha qishloqda og'irligini yoshligimizdan bilamiz, bilganimiz uchun hozir gapirgan, maqtab gapirgani ham bir so'z yo'q o'zi. Shu darajada yaxshi hozir yashashimiz. Ilgari faqat dehqonchilikda daromad topgan aholining bugun imkoniyatlari kengaygan. Ayniqsa mahalla ayollari uchun shu yerni o'zida tashkil etilayotgan kichik ishlab chiqarish korxonalari oilasidan ajralmagan holda ishlash imkonini bermoqda ularga. O'zbek, qirg'iz, tojik degan qarash yo'q. Bir-birlari bilan o'zaro hamjihat qishloqning hunarmand xotin-qizlari. Qo'shnilarimiz o'zbek, masalan, to'ylarimiz, ma'rakalarimiz hammamiz bir, maktabimiz bitta maktabda o'qishib tarbiya olishyapti bolalar, qizlarimiz mana. Odamlar baxtli yashashi uchun ertani kutmasligi kerak. Bugun ularga birlamchi turmush imkoniyatlarini yaratib berish inson qadri degan ustuvor yo'nalishning asosiy maqsadi. Bu kun Maftuna Mamasidik va Abdulloh Rashidov, Farg'ona.